Bugungi videoda Zaykboy mana bu qizil doira ichida 7 kun yashab qolishi kerak bo'ladi. Bu yashab qolish oson bo'lmaydi. Shuning uchun do'stlar, bu kanalga obuna bo'ling va videoga like bosib, fikringizni yozib qoldiring. Barchalarga assalomu alaykum. Sizlar bilan Hyperos. Bugungi ajoyib g'aroyib videomizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan birgalikda mana bu qizil doirani ko'radigan bo'lsanglar kerak. Bugun qizil doira ichida ajoyib bir mehmon bor. Zaykboy, salomlashib qo'y. Barchaga assalomu alaykum bolalar, sizlar bilan Zaykboy. Bugun Hyper ukamiz, shogirdimiz mana bu qizil chiziqni ichiga bizni qamab qo'ydi. 7 kun yashasam menga dahshat sovg'a berar ekan. Shu bugun sunduq tishidagi narsani ko'rsatib, shu narsalar bilan men 7 kun qochib ketmasligim kerak. Kechasi surlik qilib, qochib ketmasdan turib 7 kun yashab qolishim kerak ekan va har bir kunda Hyper menga sovg'a beradi, ya'ni bir kun yashaganim uchun bitta, oxir 7-kunda juda zo'r sovg'a beradi. Если что, men shu yerda yashab qolaman. Azizlar, ko'rdinglar, xullas bugun ajoyib o'yin bo'ladi. Unda sizlar like bosinglar, biz boshladik. Azizlar, xullas bugun biz Zaykboyning o'sha 7 kun yashashini ko'rishimiz kerak. Shuning uchun birinchi kunni ko'ramiz. Azizlar, unda biz boshladik. Xo'p, do'stlar, Hyper yo'qmi? Yo'q, chiqib ketsammikan? Chiqib bo'lmaydi. Jenurso, xo'p do'stlar, kelinglar, boshlang'ichiga biz daraxtlarni olishimiz kerak. Bizga kerak kechasi bo'lib qolsa zombilar kelib 4ta 5tasi makillatsa nima bo'ladi? Men yana qocha olmasam bir qochib qoqish kerak-da bulardan. Xo'p, mayli, daraxtlarni hammasini olamiz. Xo'p, obunachilar bularni o'zi tushadi va bizga ya'ni yog'och, ya'ni daraxt beradi. O bitta oldik, saplingni ekib qo'yamiz. O yana bitta, nice. Good. Biz biznesda daraxtdan o'sha to'g'risini aytsam, obunachilar bu yerda bir o'zim o'tirishim juda zerikarli. Agar bir kun shu yerda yashasam, Hyper kelsa, men o'zimga tovuqmi yoki nimadir hayvon so'rayman, yesish kuchuk, o'rgatilgan kuchuk so'rayman va uni boqib olaman. Xo'p, obunachilar, unday bo'lsa men tosh mining qilaman va o'zimizga keraklicha toshlarni olamiz bu yerdan. Lekin bu yerda tagidan ham qizil chiziqni ichidan chiqib bo'lmaydi. Obunachilar, xo'p, men o'zimga kerakli deyarli barcha toshni oldim. Endi esa yerda ustiga chiqaman va o'zimga toshli instrumentlar yasashim kerak. Xo'p, birinchi navbatda o'zimga kirka yasayman. Mana kirka, bizning kirka. Nice. Va ikkinchisi bizga kerak bu bolta. Mana bizning boltachamiz. Mana shunaqa prям mana. Xo'p, bolta mana bunaqa. Sapling tushmabdi va ketmon shu tartibda hammasini yasashimiz kerak. Mana bu ketmon, qilich menimcha hozircha shart emas. Xo'p, mana bu urug'lar, urug' berarmikan bizga? Xo'p, bizning sundugimizda aytgancha do'stlar, nima borligini bilasizlar, urug' bor. O'sha urug'larni eksak bo'ladi. Mana bug'doy. Keling, mana bu barglarni olaylik. Bundan bizga daraxt tushishi mumkin. Deyarli kun bo'tyapti bizning birinchi kunimiz. Qanday baxt. Birinchi kunni deyarli o'tkazib olsak bo'ladi. Xo'p, nima qilamiz? Biz do'stlar mana shu yerga suvni quyib qo'yamiz. Nice. Bu yerga bizning suvimiz mana shu yerga va atrofini mana bunaqa qilamiz do'stlar. Ajoyib, mayli, mana bunaqasiga ham. Mana va urug'larimiz bor. Hammasini biz ekib chiqishimiz kerak. Xo'p, bu bilan biz do'stlar biznes qilamiz. Biznes. Xo'p, yetmay qoldi-ku. Birinchi kunimiz bizda kerak bone mill bor bir nechta do'stlar. O'sha bone mill orqali bularni o'stirsak bo'ladi. Xo'p. Mana. Okey. Joyga ekib qo'yamiz. Ajoyib. Xullas, boshqa yana bitta daraxt o'sdi do'stlar. Kelinglar, biz mana shu daraxtni olamiz. Ajoyib daraxtdan hali biz juda zo'r bizneslar qilishimiz mumkin. Xo'p, ajoyib do'stlar, biz endi ertalab bo'lishini kutamiz va Hyper bizga qanaqa sovg'a berar ekan. Azizlar, mana Zaykboyni oldiga kelsak uxlayotgan ekan. Zaykboy, tur. Voy, Hyper, bechora charchab ketibdi, qaranglar azizlar. Nima gap? Birinchi kun qanday bo'ldi? Birinchi kun zo'r bo'ldi. Rostini aytsam, zerikdim. Menga bugun birorta hayvon tashab ketmasang bo'lmaydi, bir gurun qilib suhbat qilishimga.
Okey. Shuni o'ylab senga bironta bir hayvon beramiz, mayli. To'xtab tur, hali emas. Men joy qilib olaydi u hayvonga, qochib ketsa keyin men nima qilaman? Suyagingiz bormi? Suyak, kuchuk kerak emas menga. Короче, ikkita sigir ber, ikkita sigir. Okey, ikkita sigir do'stlar. Mana ikkita. Insof bilan so'raymiz biz. To'xta. Halimiz qochib ketadi. Ular qochib ketadi halimiz. Okey. Tuxumini ber. Mana ikkita tuxumni o'zingiz qo'yib olasiz, zak bo'yicha. Bo'ldi. O'zingiz oldingiz-ku. Mana cho'piran. Ikkita cho'pni bilasiz nima qilishni. Kattakon rahmat, sen endi bu yerdan tuyog'ingni shiqqilataver, если что. Tasha sapling. Do'stlar, ko'ryapsizlar, birinchi kundan o'zi asabiy bo'lib qolibdi Zakboy. Xullas biz ketdik unda. O'zi survivalni qilaversin. Bay. Obunachilar, bizani ikkinchi kunda qiladigan ishlarimiz Hyper bizga sigir berib ketgan, o'zlaring ham bilsalaring kerak. O'sha sigirlar uchun короче qamoqxona quramiz. Qamoqxona emas, короче. Hozir ko'rsataman sizlarga nima qilishimizni. Qaranglar. Joy juda kichkina, mayli, ustasiga farqi yo'q. Mana bunaqa. Mana aka. Mana. Oho, bunaqa hashamatli joyda men ham yashamaganman, sigirim yashasin. Xo'p, ajoyib. Va endi nima qilamiz deyman, hozir eshik ham yasashimiz kerak, eshik. Если что, xo'p, endi o'zimizga bitta eshikcha yasab olishimiz kerak do'stlar. Bizda eshik tayyor va manakay meni mollarim mana shu yerda yotadi kechasi achom kuchom deymanmi? Qanday achom kuchom? Bo'ldi. Xullas, zo'r tepadagi narsalarni bu yoqqa olish kerak, ana saplingni oppa. Bo'ldi, mollar tepasiga hech narsa kerak emas ortiqcha. Mana buni ham olamiz, buni ham bo'ldi. Va bizlar do'stlar qo'ylarimizni endi mana shuni ichiga solib qo'yishimiz kerak, ya'ni sigirlarimizni bularni ko'paytiraman. Короче, mana. Qoch. Mana. Okey. Hozir kichkina dunyoga ninnicha keladi va kichkina ninni dunyoga keldi. Buni ismini Pix deb qo'yaman. Короче, если что, mana bu kichkinasining ismi Pix. Mana. Mana ular chiqmasdan turib olalarmikan? Qo'yil ajoyib. Xo'p, obunachilar, bizani deyarli saplingimiz 3 ta bor. Bularni yonma-yon mana bu yerga ekamiz. Mana hammasini ekdim va mana bularni o'rniga ekib ham qo'yishimiz kerak. Okey. Biznesni kattalashtirsak bo'ladi. Jami menda nechta borligini bilasizlarmi? 37 ta urug' bor va non qilishim uchun ham resurslar normalli. Xo'sh do'stlar, uju chotki mana bu yerdan qo'shsammikan yana. Okey, bo'ladi. Mana yana bitta sapling. Xo'p. Ajoyib, bu saplingni ham biz ekib qo'yamiz mana yerga. Endi obunachilar, menga bir nechta pechka kerak, pechka. Aytganda, endi menda ovqat cheksiz, sababi sigirlardan sut ichamiz. Mana unaqa qilamiz-da, unaqa qilib ichamiz. Mana unaqa qilaman-da mana. Mazza. Akalar, mazza. Buni his qiladi. Endi biz o'zimiz uchun bir nechta yashik yasashimiz kerak va narsalarimizni solish uchun menimcha bitta yashik bizga hozirchalik yetadi va biz o'zimiz yashigimizni mana shu yerdan qilamiz va buning ichiga nima solamiz? Xo'p, urug'imizni, mana bunaqa bovun millarimizni solib qo'yamiz. Ajoyib, chelakni ham ajoyib. Va biz o'zimizga endi ikkita pechka yasab qo'yamiz, ya'ni qo'y mana bu sigirlarimiz ko'paygandan keyin katta sigir bo'lsa, balki ularni yana ko'paytirishimiz kerak. Bitta daraxtimiz ham o'sdi. Ajoyib. Buni olib, bu yerga qo'yib, buni esa mana bu yerdan qilamiz. Xo'p, va biz endi bu daraxtni makillatishimiz kerak. Okey. Juda zo'r obunachilar. Xullas do'stlar, bu ham charchab ketgandir. Biz ikkinchi kunga kelibmiz. O'zi Zakboy ikkinchi kunga kelibdi. Bugun Zakboyni hol-ahvol so'ragani keldim. Qonda ertachidan turib olibsiz. Shunday mana sigirlar bilan guruh qo'yib turibman. Hyper joy tor. Bu kengaytirish kerak. Menga keyin yana sheriklar kerak. Zerikdim mana bu sigirlar bilan guruh qilaverib. O'zi ana pikscha katta bo'lyaptimi? Ana. Xullas, Zakboy mayli ahvolini tushungan holda mana obunachilar ko'rib turibdi bizda. Senga ikkita jo'jacha podarka qilaman va mana bu yerni kattaroq qilamiz. Yanada, ana mana bunaqa kattaroq bo'ladi mana.
Mana bunaqa, O. bunaqa va xohlasang yerni olib tasha, xohlasang Mana yerga qo'ying qizil chiziqni birat. Mana yerga qo'ying. Mana. O bo'ldi. U yog'ini o. Mana buni ham olib tashlang birat. O olib tashlang. Aha. Yeah, let's go. Bizni qiladigan ishimiz juda ko'p. Xo'p, birinchi navbatda mana bu tovuqlarni ko'paytirish uchun mana bunaqa narsa kerak. Okey, bularni yig'ib chiqamiz. Xo'p, obunachilar, hozir keyingi kunda Hyperdan bitta narsa so'rayman men. U ham bo'lsa, Hyper menga, короче, yerda juda kattalashtirib berishni so'rayman. Tushunyapsizlarmi? O'shanda juda zo'r bo'ladi. Xo'p, mana bu yerda ham mana qilib olamiz. Ajoyib. Okey. Xo'p, biz endi tovuqdan uchib chiqib ketmoqchi. Chill. Yangi Hyper dunyoga keldi. Buni ismini Hyper deb nomlaymiz. Obunachilar, agar kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling. Sababi mana shu videodan keyin biz ham 1000 ta obunachi berishimiz kerak. Jalka emas, u bitta shu podpiskani ustiga shuni sakrab qo'ysalaring. Xo'p, biz endi har doimgidek daraxtlarni chopamiz. Sababi keyingi kunda men Hyperdan hech narsa so'ramayman va yerimni kattalashtirib berishni so'rayman va zo'r proyektlar o'ylab qo'ydim. Ya'ni yerim kattalashsa, u menga nimadir sovg'a olib keladi. O'sha sovg'asini o'rniga men yerni kattalashtirib ber desam, balki kattalashtirib berar. Xo'p, ajoyib obunachilar, biz davom etamiz. Juda nice. Saplinglar tushadi o'zi asta-asta. Biz hamma daraxtni olib chiqishimiz kerak. Mana bu daraxt juda katta ekan, если что. Okey. Mana buni ham olamiz va bunisini ham. Mana sigirlar kattalashibdi-ancha. Xo'sh, do'stlar, zo'r. Bizda jami 44 ta urug' bo'lib ketgan bo'ldi. Daraxtlarni u yog'ini hozir ololmaymiz. Mana sapling tushibdi. Ekib qo'yamiz. Endi urug'larni ekadigan paytimiz keldi. Urug' biznesini davom ettiramiz, chunki urug' biznesi bizga yaxshi pul olib kelyapti. Tovuqni so'yib yesam, uchma. Uchib ketgan ekan, xudoga shukr. Bularga tovuq bo'ldi, boshqa kattarmas ekan obunachilar, shuning uchun eslashda tovuqqa mehr qo'ymaslik kerak. Saplinglarni qaranglar va ajoyib. Bo'ldi, boshqa sapling, sapling 3 ta bo'lib ketibdi. Bo'ldi, hozircha menga daraxtdan umuman muammo yo'q. Okey, daraxtdan muammo. Xo'p, mana bu yerlarni to'g'rilaymiz. Juda zo'r. Xo'p, mana bularni o'zi katta bo'ladi. Olmanimiz, olmadan shirin narsa borim ekanmi? Va sigir fermamizni hozircha kattalashtiramizmi yoki yo'q? Bizda resurs ancha talaygina resurslarimiz bor. Kelinglar, sigir fermani shu bugun, ya'ni biz o'zimizga maqsad qo'ydik, sigir fermani juda kattalashtiramiz. Xo'p, buning uchun bizga birozgina cho'p kerak. Ko'rishlaring mumkin, hozir o'zimizga ko'proq yasab olaylik. Kattaroq qilishimiz kerak, sababi bizda moblar ko'payadi, shuning hisobiga. Xo'p, okey. Va qo'limizga olamiz, do'stlar. Xo'p, prям mana bu yerga qarab, mana bunday bo'ladi. Yaxshi. Xo'p. Shu joy qo'yamiz va mana juda zo'r. Mana buni stop. Qochib tur-ey. Qo'yib bo'lmay o'le. Bo'ldi. Addushi o'pkamda bu sigirlar, qo'ylar, tovuqchalar. Endi nima ham qilardik do'stlar? Keyingi kun bo'lishini kutamiz, sababi bizda keyingi kunda kattaroq narsa bo'lsa, yaxshi narsalar qo'sh niyatim bor. Tovuq ferma alohida, hammasini alohida qilaman va endi Hyper kelishini kutamiz. Xo'p, Zakboy va nihoyat men keldim. Bu adashmasam 4-kun, shundaymi? 4-kun Hyper. Umuman kelishing ham qiyin bo'ldi, lekin bu safar sendan bitta narsa so'rayman. Hamma yerim tarafini xuddi mana buni qilib berganingdek qilib berib chiqasan va o'zing sovg'angni xohlasang ber, xohlasang berma. Tovuq tuxum qo'yib. Okey. Demak, bu chiziqni biz katta qilar ekanmiz. Mana bunday qilamiz. Bunday. Thank you. Bunday va bunday. Mana yering katta bo'ldi. Beg'larni ham, ikkita bu tarafini ham. Bu yerni ham qilish kerak, aytgancha. Xo'p. Yaxshi. 4 ta tarafini. Xo'p, buni ham bunday qilamiz. Bunday.
Oho, u tarafini ham. Vau, do'stlar, bizga endi dahshat joylar bor va Hyper maksimalni bizani yerimizni kattalashtirib berdi. Okay, let's go. Qani. O, shirinligini buni, shirinligini. Mana sani yerlaring katta bo'ldi. Bemalol endi biznesini qilishing mumkin, Zaykboy. Xo'p, senga podarka qiladigan narsam bu nima? Senga podarka qiladigan narsam bu. Xo'p, birinchi o'rinda qo'y ber, undan ko'ra. Qo'y ber, menga qo'y. Qo'y. Bitta. Yo'q, senga Ship. bitta oltin olmacha beramiz. Okay, yo-mayo, oltin enchanted. Bitta mana bundan beramiz, bo'ldi. Va bitta qo'y beraman. Juft bo'lsin, juft ko'paytiraman-da uni. Creeper berib yuboraymi? Yo, Creeper yomon. Mana ikkita qo'y berdim. Ular Zaykboy, sen ishingga omad. Bu 4-kun va yana 3 kun qoldi. 3 kun ichida bersang 7 kun va challenge tugaydi, sen yutasan. Xullas, men ketdim. Xo'p, do'stlar, deyarli bizning keyingi kunimiz ham oddiy o'tyapti. Xo'p, kelinglar, bo'lmasam mana bu narsalarni olib chiqamiz. Men alohida mollar uchun ferma qurishim kerak hali. Uni ham quramiz, faqat mana bu narsalarni ekib chiqishimiz kerak. Bizga eng muhim narsalardan biri shu bo'lib turibdi, hozirchalik. Urug'imiz 64 ta bo'lib ketdi, do'stlar. Qaranglar. 64 ta bo'lsa, ekib chiqamiz buni. Va qaranglar, bizda sigirlar juda ko'p, bilaman, sigirlar ko'p. Mana ko'paytiraman buni ham, mana soni ham ko'paydi. Oho, ko'payib ketdi bular. Xo'p, qo'ylar uchun alohida joy qurishim kerak. Kelinglar, men bu narsalarni olaman. Okay. Bularni ham olaman. Buni ham olaman va mana buni endi shu yerga joylashtirib chiqishim kerak. Ikkita sundukda atrofimizda moblar yo'q. Xo'p. Buni ichida mana kerakli narsalarni bilan instrumentlardim. Shu yerdan o'zimga keraklisini olib ishlataman. Xo'p. Faqat qo'limda hozirchalik ikkita narsa biladi. U ham mana xo'p, buni ham mana shu qo'yamiz. Xo'p, u ham bitmani qilich, aslahalarim. Xo'p, keli qornim juda ochib ketdi. Men ovqatlanib olishim kerak. Bu kecha kunni shunaqa o'tkazaman, do'stlar. Va ishimizni qolganini ertadan boshlasam ham bo'ladi. Obunachilar, bizani deyarli yana bir kunimiz o'tdi. To'g'risi kecha juda zombilar ham hech narsa bo'lmadi. Zombilar yo'q deyoni yotibdi. Xo'p, sigirlarimiz zamoncha, tovuqlarimiz, qo'ylarni qo'ymadik. Endi esa bugungi planimiz hech bo'lmasa bitta hayvonimizga alohida joy qurish bo'ladi. Mana bunaqa bizani joy qo'yamiz. Mana shunaqa. Mana bunaqa bo'lsin, mayli. Mana okay. Va bunga bitta men eshikcha yasab olmoqchiman. Ana to'xtanglar. Meni fikrimcha bu juda qo'pol bo'ldi. Olib chiqaylik. To'g'rilaymiz, do'stlar. Men boshqacha stilda qurmoqchiman buni. Kallam endi ishlab ketdi, eslashda. Mana ajoyib. Xo'p, qanday qilamiz mana? Menimcha qaranglar, mana qizil chiziqni ustiga ham qo'ysak bo'ladi, muhim chiqib ketgan bo'lmaymiz. IQ deydi buni. Mana da va eshikchasini chiroyli qilib qo'yib qo'yamiz. Okay, bro, mana bu eshigi bu yerga, xo'p, bu yerga qochinaqa. Qoch. Voy, jindilar, qoch. Uf, mayli, bu yer qo'ylardiki bo'lsin, mayli, ularni alohida ko'chiramiz. Mana bularni endi ko'paytiramiz. Okay. Do'stlar, to'g'risini aytsam, rosa charchadim. Ana yoqda skeletlar bor. Tinchgina uxlashim kerak va ertaga hamma ishni davom ettiraman. Obunachilar, to'g'risini aytsam, bu kecha juda menga yoqmadi. Kelinglar, birinchi kundan o'zimizga bir nechta non yasab olamiz-da, ertalabdan nonushta qilamiz va hali bizani qiladigan ishlarimiz ko'p. Kelinglar, urug'larni terib chiqamiz har doimgidek va o'rniga ekib ham qo'yishimiz kerak. Keyin yana bitta yangilik sizlarga aytmoqchiman. Bizani qo'ychalarimiz 3 ta bo'ldi. Let's go baby. Endi nima ham deysizlar? Bizda qo'ylarda endi u.
Bo'ldi. Xo'p, chotki, qo'y ferma tayyor. Bu yerdan bu endi mana shu yerda chiroyli qilishimiz kerak-da, obunachilar qaranglar. Misol uchun, men hozir sigirlarni ham yonimga chaqiraman. Men bunaqa qilib olaman-da, men bunaqa qilib. Ay, tovuqlar, kelinglar, tovuqlar. Tovuqlar kelinglar, sigirlar sizlar ham kelinglar. Biz uddaladik. Biz buni uddaladik. Endi nima qilamiz? Podpishchilar, qaranglar. Mana bunaqa qilamiz. Xo'p, bunaqa qilganimizdan keyin bizga ko'proq yog'och kerak. Yog'ochdan muammo yo'q, bilaman va o'zimizga ko'proq kerakli narsalarni yasab olishimiz kerak. Xo'p, nima yasaymiz? Bitta mana bunaqa va bu yog'iga bitta bunaqa qilamiz. Buni olib, o'rtasiga cho'pdan qo'yamiz va mana 46 ta bo'ldi, do'stlar. 46 ta bo'lgan bo'lsa, juda zo'r. Mana bu yerga qo'yamiz va do'stlar qaranglar. Mana buni olib chiqamiz endi. Bu qo'ylardagi alohida bo'ladi, sigirlardagi alohida bo'ladi. Xo'p, sigirlar juda ko'payib ketgan. To'g'risini aytadigan bo'lsam, qochib turinglar. Kallasi ishlamaydi-da bularni podpishchilar. To'xtanglar, bular qochib ham ketishi ham mumkin-da. Hisobga olish kerak-da, biz o'shani hisobga olishimiz kerak. Mana endi xuddi bu tarafini ham xuddi shunday qilamiz-da. Va mana bu yergacha mana endi shoshmay turinglar. Okey, chotka. Mana juda zo'r. Yo'q, chiqib ketadi bu. Bo'ldi. Xo'p, yarimi tovuqlardiki bo'lsin. Yarimi tovuqlardiki mayli. To'xtanglar. Qochib tur. Qochlaring. Mana yoqqa kelish, tovuq. Mana ke. Lo'qlar. Bular nima kelmayapti akalar? Siqmay o'l-da, zanlar siqmay o'l. Kebeqa. Bo'ldi. Tushunarli. Do'stlar, bu nimaga o'tmaganini men endi his qildim. Mana. Sababi biz eshik qo'ygan ekanmiz. Mana shu yerga. Qoch. Qoch chiqib ketdi-ku bu joyga. Endi biz mana bu yerda bitta yog'och olamiz. Mana bu yerga qo'yamiz. Olaylik. Mana shu yerdan qilamiz hamma. Ke. Ma qo'y. Zo'r. Obunachilar, to'g'risini aytsam, men juda charchadim. Endi uxlab dam olaman. Qolganini ertaga davom ettiraman. Bizani yana bir keyingi kunimiz, to'g'risini aytadigan bo'lsam, tovuqlar ke. Bo'ldi. Ajoyib. Tovuqlar uchun joy tayyor, sigirlar uchun ham deyarli. Biz nima qilamiz? Ikkita ana unaqa yasashimiz kerak. Yaxshi. Ikkita eshikcha yasab olaylik, do'stlar. Mana, xo'p. Mana bu yer bitta. Ikkita, xo'p. Bittasini tovuqchalarga, ikkinchisini qochib tur. Mana. Pishkoy. Kebeqa joyga. Stop. Yop. Qochib ketdi salkami. Mana bunaqa yasagandim-da. Bo'ldi, topdim. Bo'ldi, do'stlar. Tovuqlardagi alohida bo'ldi va tovuqlar ko'paytiramiz endi. Evolyutsiya qilsak bo'ladi tovuqlarda, evolyutsiya jarayoni. Kim ko'payishni xohlaydi? Akalar, qo'ylarga mana. Ko'payish. 4 ta tovuq bo'ldi. Qo'yim ham 4 ta bo'ldi. Mana olib, buni ekib qo'ysam bo'ladi. Xo'p. Ajoyib. Xo'p, do'stlar, bizning resurslarimiz juda ko'p bo'lib ketdi. 3 ta tovuqlarimiz tuxum ham qo'ydi. Joyga chiqmadi. Nima ham qilardik, obunachilar? Bizda bone milllar bor. Ularni o'stirsak bo'ladi, mana bu narsalarni. Lekin deyarli nonimiz ham stak chiqishi mumkin-da hozir. Deyarli bu yerdan juda ko'p daromad olyordik. Kelinglar, bularni olamiz. O'rniga ekib qo'yishimiz ham kerak. Qornim ochib ketdi. Qornimda to'ydiramiz. Hyper ham nimagadir yo'qolib qoldi, bilmadim.
Ha. Va kech bo'lishini kutamiz do'stlar. Bu bizning aytgandek oxirgi kunimiz va Hyper'da bizga qanday sovg'asi bor ekan. Obunachilar, hammaga yana bir bor salom. Ancha kunlar o'tdi. Hozir biz Zaykboyning yonidamiz. Zaykboyga ko'rinadi hozir. Unga podarkalar beramiz. Ko'rasizlar sizlar bilan birgalikda. Qani ketdi. Zaykboy qanday? Zo'rmisan? Ishlaring yaxshimi? Hyper 3-4 kun yo'q bo'lib ketding. Nimaga? Har kuni kelarding, odam zerikib ketdi. Xullas, senga ajoyib bir sovg'alar bilan keldim. Hech kelganimga yarasha va oxiri mana shu 7-kun o'z nihoyasiga yetdi. Seni yangi challenging va yangi podarkalaringni kutib olasan degan umiddaman. Unda qara, senga almazdan setlar beraman. Albatta mana bular va sen portal ochib, o'zingga kerakli narsalar, ya'ni o'sha ajdarni yoniga boradigan o'sha kerakli narsalarni olib kelishing kerak bo'ladi portal ochib. Va seni challenging bu yerdagi challenging tugadi. Endi chegaradan chiqishing mumkin. Oho, bo'lmasam do'stlar bu videoni ikkinchi qismida qilaman, to'g'rimi? Shundaymi Hyper? Albatta, chunki ancha kun o'ynaring, 7 kun bu o'zi ancha kun degani. Da. Xullas do'stlar, hammaga xayr, sizlar bilan Zaykboy bo'ldi. Biz ikkinchi qismda Nezerga kunimiz o'tadi. Shuning uchun hozirda o'ziga like bosib, bu kanalga obuna bo'lib qo'yishinglarni iltimos qilardim. Sababi keyingi qism bundan-da qiziq bo'ladi, o'zim uchun ham, sizlar uchun ham. Sog' bo'ling.